Hayatınızda qayta bir rət talaş fürsəti verilsə, sizdən so'rab bakay, siz yana uni sevishni tanladingiz. Barliq qizlar cho'qqum bu filmni bir qitim ko'rib chiqinglar. Bu film intayin klassik bir film bo'lib, haqiqatan ko'rishga bir qitim arziydi. Shu tab sizdan bir savol so'rag'im kelyotidi. Agar sizga hayotingizda qayta bir rət talash fürsəti berilib qolsa, siz shu qo'ldan berib qo'ygan va yoki sizni tashlab ketgan va yoki ayirib ketgan uni qayta bir rət tanlashni xohlaysiz. Bu film intayin cho'nqur bir nuqtada ishlangan. Film boshlangan vaqtida bosh personaj yigit ishga bormoqchi bo'lib, metroda avtobus saqlab o'tib, andan keyin kallasi bir ish kelib qoldi ekanda, to'yuqsiz kayni yo'rilib, yana bir metro bekat taraf qarab mandi ekan. Boshqa bir shaharga berib, u shahardagi bir dengiz bo'yig'i bor ekan. Dengiz bo'yig'i borgandan keyin bir qizolni u yerda ko'rib qoldi ekan, bir ko'k chashli qizolni. Shuning bilan bu ikkalan birlikda yana shaharga qaytish uchun shu metroga chiqib o'tirib qaytadi ekan. Yo'lda mangach bu qizol bilan bu bola paranglashadi ekan. Bu qizlar o'zining chichi to'g'risida, chichining rangi to'g'risida, o'zining ismi to'g'risida nurg'un so'zlarni bu bola qildi ekan, lekin bu bola bu qizning gapini olmaydi ekan. Bir tarafdan olgan holatga kirib bu qizning rasmini sizib o'tir ekanda, ikkinchi ko'rinishda bu bola bu qizal bilan muz ketib ketgan daryoning ustida yetib ikkisi intayin romantik o'tkazgan bir kecha tasvirlangan ekan. Uchinchi kuni nima bo'ldi ekan desanglar, bu bola bu qizalni izlab mushu qizal ishlaydigan tala bozori bor ekan. Borgandan keyin bu qizlar bu bolani tonimaydi ekan. Tonimagandan keyin bu bola hayron qoldi ekanda, siz kim bo'ladi deydi ekan. Ular bu bola saroqdek bo'lib qilib uy qaytib keldi ekan. Uy qaytib kelgandan keyin do'sti bor ekanda, shu do'sti bilan paranglish orqali bu qizlarning o'ziga bir parcha xat qoldirib qo'yganligini bayqaydi ekan. Hatto bu qizlar uning bilan urushib qolgandan keyin o'zininki uning bilan bo'lgan barliq xotirasini yug'izatganligini aytadi ekan. Bu qizalninki bu balani tunmaganligi shu sababdan ekanda, bu gapni anglab bu balani bir osmon o'rib tushgandek bo'ldi ekan. Shuningdek ochig'ida sizmi menga sadaqatsiz qilsangiz, men sizga nima xavotirlik qiladim, men berib operatsiya qildirib xotiramni yug'izatma deb berib bu balman bakteriyaga bordi ekan. Xotirni yug'izgan vaqtida shu xotirni eng keynidan boshlab oldi qartib yurdi ekanda, ya'ni bularning eng oxirgi qitim shu urushgan vaqtidan boshlab yurdi ekan. Ular eng oxirgi qitim urushgan vaqtisida bu qizlar aroq ichib uyga kech kelib ekan. Shuningdek bu balani intayin ochiq kelib ketib, bu qizlarga deydi ekan, shu aroq ichib mush vaqt bo'lgandan keyin siz kelamsiz, kechda aroq ichib kelsangiz bo'lamdi, ashta odamlar bilan aralashsangiz bo'lamdi deb har xil gaplar qilib qashab ketibdilar. Bu qizlar shundan bu qizlarning intayin ochiq kelibdi. Shundan ishni yeyib chiqib ekan. Bu bola u qizlarning kaynidan qo'g'lab chiqib, bu qizlarni topolmaydi ekan. Topolmay shu yerdan bu xotirasi yurib ketdi ekan. Ikkinchi ko'rinish bo'lsa, bularningki bir oshxonada tomoq yeb o'tirgan ko'rinish bo'lib, bu ko'rinishda bu qizalmi gaqmaydi ekan, bu bolam gaqilishmaydi ekan. Bu ikkisi intayin zerikishlik bir juftlar munosabatga kirgan vaqt ekanda. Shundan o'tirib tomoq yeyiblar, ko'z oldidagi bu qiz yo'qolib ketdi ekan. Shuning bilan bu xotirami yo'qolib ketdi ekan. Demak, muhabbatningki oxirdagi kaynidan sanagandagi birinchi bosqichi urush bo'lsa, ikkinchi bosqichi so'g'uq munosabat qilish bo'lsa kerak. Uchinchi ko'rinish bo'lsa, ularning eng tayin qizg'in muhabbatlashayotgan haslimiz bo'lib, ular karvatning ichida yotganini bisha yeyib turib, ikkalan bir-birisi bilan paranglashayotgan vaqtga bir-birisining ko'ziga qarab turib, qiz so'raydi ekan, "Men chiroyliqmi? Siz pek chiroyli, siz men kichkindan azal o'zimni chiroyli deb o'ylamaydim" deydi ekan. Bu bola shuning bilan "Siz mening nazarimda hammadan chiroyli" deb javob berdi ekan. Shuning bilan bu qiz "Siz meni menga yaxshi ko'ramsiz" deb so'raydi ekan. Bu bola "Albatta, men sizni menga yaxshi ko'raman" deb javob berdi ekan. Bu manzarami intayin güzel, hem intayin romantik. Dalmisha kelgan chog'da yotqanning ichida turib qiz yo'qolib ketdi ekan. Shundan bu bola u qizalni izlab ketdi ekan. Yotqanning ichidan topolmay shunda tirkishib ketdi ekan. Demak, uchinchi xotirami yurib ketdi degan gap. Ish qilib anglab dalmisha kelgan vaqtida do'stlarlarda bir xil uyg'unlik vaqtimi. Sizlarga boshqalar sizni aytib boqqan. U odam hozirmi yina oladimi? Sizlar aynan qoldirganlar. Biz o'rtoqlashib boqaylik. Bu so'z intayin güzel, lekin ayni vaqtida shu gapni degan vaqtida ikki taraf bir-biriga chin ko'ngildan deydi shunami. Lekin yillar o'tgandan keyin u odam bizning yonimizda bo'lmaydi. Anglamoqqa intayin rost gap ham yolg'on gapdekmi anglandi. Lekin bu intayin kinoyalik. Ammo bu so'z rost o'g'in bilan bu so'zningki kapalti yo'q. To'rtinchi ko'rinish bo'lsa, ularning intayin yang tanishgan chog'dagi qizg'in muhabbatlashgan bir muz ustidagi xotirasi dalmisha kelganda bu bola yig'lab turib olganda, "Meni bu xotirning, bu aslimning harigiz jo'g'im yo'q" deb. Shundan bilan u qizga deydi ekan, "Biz bu yerdan qochib ketaylik. Meni bu xotirning harigiz jo'yatkim yo'q, biz bu yerdan qochib ketaylik" deydi ekan. Lekin u qiz yog'och uyning ustida turib, bu bola qarab turibdi ekan. Nurg'un ashadagi daraxtlar yo'qolib ketib qolgan ko'rinishganda. Shundan bu bola "Tez bo'ling, biz bu yerdan tez qochib ketaylik, bu yerdan qochib ketsaklar bu xotirlar yurib ketmaydi" deydi ekan. Shundan bu qiz bu bola qarab turib, "Yo'q, biz qochmaylik, biz qochsaqmi, ammo bu xotirlar yurib ketadi, bizning qochganimizdan qilchilik ahamiyati yo'q. Menimcha biz bir-birimiz bilan yaxshi xo'shlashaylik" deydi ekan. Ko'rib misha kelganda bir xil bo'lib qolsizlar. Balkim nurg'un odamlar hayotida o'zi yaxshi ko'rgan shu odam bilan yaxshiroqmi bir xo'shlashib boqmagan bo'lishi mumkin. Ham mangu ularga unda fursatmi bo'lmasligi mumkin.
Ruslan aytganlar o'zinglarning burun yaxshi ko'rgan adam bilan chiroyli xo'shlashib boqqanlar. Amaliyotda men o'ylayman, hayotimizga nurg'un odamlar balkim hayotida chiroyli bir-birisi bilan xo'shlashib boqmagan bo'lishi mumkin. O'zining chiroyli aslimlariga chiroyli xo'sh deb boqmagan bo'lishi mumkin. Yoki urushgan yoki so'g'uq munosabat qilib ayrilib ketgan. Shular intayin ko'p bo'lishi mumkin. Kino qaytib kelsak, shunlar bu bola bu qizning qishi qaytib kelib, shunlar bu qizni suyib qo'ydik ya, andan keyin bu yog'och uy o'rilib tushadigan. Bu xatirimiz dalmishada yurib ketgan. Kinoning ikkinchi kuni bo'lgan. Ikkinchi kunda bu bola o'xshash o'rinda turib ish qilmoqda, ish qilmanish jarayonida yana dal poyezd stansiyasida metroni saqlaydi ekan. Metro kelishga asqa qaqti kallasini bir ish qilib keyin qarab yugurayotgan, boshqa metroga chiqadi ekan. Yeng'izg'oy bu yerga bordi ekan, yana shu ko'chachli qizni uchirtdi ekan. Shunlar ular qahvaxonada paranglashdi ekan. U qiz yana o'zining to'g'risi paranglashib berdi ekan. Shunda qilib bularning hikoyasi yana qayta boshladi ekan. Bu film eng afsonaviy bo'lib, hamda bu film bizga nima demakchi degan vaqtda u bizga eng tayin muhim bo'lgan bir davlatni tushundirmoqchi. Ya'ni agar hayotingiz qayta bir rat tanlash fursati bo'lib qolsa, siz yana uni tanlaysiz. Balkim hayotimizdagi nurg'un odamlar bilan uchrashishimiz taqdirni bizga o'rlashtirishi bo'lishi mumkin. Hayotimizda uchragan odamlar, hayotimizda uchragan yoki biz besib o'tgan barliq ishlar balkim bizning cho'qim besib o'tishga tegishli jarayonimiz bo'lishi mumkin. Nurg'un odamlarimiz balkim bizning ustozimiz bo'lishi mumkin. Shunga filmda ularning qizg'in muhabbatlashishidan tortib ayrilishigacha bo'lgan butun jarayonni, ularning bir o'sib yetilish bosqichi desak tamamen bo'ldi. Ayrilib ketish yoki ayrilib qilish hayotimizga osmon o'rlib tushgandek bekmi cho'ng ish bo'lmasa mumkin. Va yoki u biz cho'qim bir besib o'tadigan jarayonimiz bo'lishi mumkin. O'sib yetilishimizga muhim bir paytda bo'lishi mumkin. Sizmi undan ayrilib ketgandan keyin boshqa bir yigit bilan yurishingiz mumkin. Uni boshqa qiz bilan yurishi mumkin. Lekin balkim siz uningga muhabbatning qanday bo'lganligini o'rgatgansiz. Va yoki u sizga muhabbatni qadrlashni qanday bo'lganligini o'rgatgan bo'lishi mumkin. Har bir aylan, har bir to'qnashuv kelganda balkim bir-birimizdan ayrilgan vaqtimiz kelgan bo'lishi mumkin va yoki oldimizga qarab mangadigan vaqtimizmi kelgan bo'lishi mumkin. Axirda manglarning eng baxtli bo'lib ketishinglarni umid qilaman. Har yana bir qitim tanlash fursati kelib qolsa, uni tanlaysiz. I could die right now. Why, Joel? I love you.